Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Attestatsiyadan o'ta olmagan o'qituvchini ishdan bo'shatirib, uning darslarini olish mumkinmi? Savol: 2 marotaba pedagoglar attestatsiyasida 1 marta majburiy va 1 marta navbatdan tashqari ishtirok etgan, ammo ikkala holatda ham attestatsiya sinovlaridan o'ta olmagan oliy ma'lumotli o'qituvchini ishdan bo'shatib, uning ish stavkasini hali oliy ta'limni tugatmagan sirtqi ta'limda 5-kurs talabasi o'qituvchiga berish mumkinmi? Javob: Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 572-son qaroriga 1-ilova maktabgacha umumiy o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarini attestatsiyadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tartibini belgilaydi. Mazkur nizomning 44-bandiga ko'ra, mutaxassis, oliy ma'lumotli o'qituvchi lavozimidagi pedagog kadrlar navbatdagi majburiy attestatsiyadan o'ta olmagan taqdirda ish beruvchi xodimning malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini mehnat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarida belgilagan tartibda bekor qilish huquqiga ega. Nizomning 44.1 bandiga ko'ra, ish beruvchi mehnat shartnomasini bekor qilmagan taqdirda navbatdagi majburiy attestatsiyadan o'ta olmagan mutaxassis, oliy ma'lumotli o'qituvchi lavozimidagi pedagog kadr navbatdan tashqari attestatsiyaga ko'pi bilan 3 marta jalb etiladi. Bunda 3 martadan birortasida ham navbatdan tashqari attestatsiyadan o'ta olmagan yoki uzrli sababsiz kasallikka chalinishi oqibatida uzoq muddatli mehnatga qobiliyatsizlik hamda davlat yoki jamoat vazifalarini bajarganligidan tashqari hollarda attestatsiyada ishtirok etmagan pedagog kadr bilan tuzilgan mehnat shartnomasi xodimning malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli bekor qilinadi. Yuqoridagi vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hozirda attestatsiyadan o'tmagan o'qituvchining dars taqsimoti bo'yicha darajasi, umumta'lim muassasalarida sinflarni komplektlash hamda tarifikatsiya ro'yxatlarini shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizom ro'yxat raqami 3271 talablari bo'yicha oliy ma'lumotli toifasiz o'qituvchi sifatida oliy ta'lim muassasalarining pedagogik yo'nalishi bo'yicha bitiruvchisi bosqich talabalaridan bir pog'ona yuqorida turibdi. Demak, ushbu vaziyatda attestatsiyadan o'tolmagan jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinishi uchun u yana 2 marta navbatdan tashqari attestatsiyaga jalb qilinishi kerak bo'ladi.